hamkorligim bilan kelayotgan ismim Nargiza. Men Mastona klinikasi rahbar bo'laman. Asoschisi, rahbar boshqa, asoschi boshqa. Klinikamiz butun organizmni tozalashga asoslangan. Butun tanada nechta sistema bo'lsa, shuni tozalashga o'rganilgan. Lekin bu hammasi emas. Ikkita oliy ma'lumot diplomim bor. Farmatsiya biotexnologman, terapiya tashkil ettirganman, nutritsiologiyani bitirganman. Lekin ularni emasligiga aytaman. Shuncha oliy ma'lumotli bo'lsam ham, nutritsiologiyani o'qigan bo'lsam ham, kstati yoshimga yetib o'taman. Yoshim 42 da, 4 ta farzandim bor. Turmushga beryapman, 21 ga kirgan. Men o'zimning natijam bilan faxrlanaman. Yoshimni bemalol erkinaytiraman, ayol kishi bo'lsam ham. Lekin men kanal bilan bu yerda reklama qilish uchun, yo'ldan bir narsani kimgadir uqtirish uchun emas. Shu yoshimga men oxirgi 20 yilda to'g'ri ovqatlanish yo'lida nutritsiologiyani o'qib, faqat